Yurtinch bo'lsin, omad bo'lsin yor, bog'ingizdan ketmasin bahor. Xalqi uchun xizmatga tayyor ichki ishlar xodimlarimiz. Duo qiling shu yetar bizga, sovuq shamol tegmasin sizga. Biz tayyormiz xizmatingizga, ichki ishlar xodimlarimiz. Omon bo'lsin vatan onajon, xizmatdamiz toki tandajon. Qasamyodga sodiq har qachon ichki ishlar xodimlarimiz. Omon bo'lsin vatan onajon, xizmatdamiz toki tandajon. Qasamyodga sodiq har qachon ichki ishlar xodimlarimiz. Joy etib dilga, xizmatdamiz shu aziz elga. Bas kelurmiz bo'ron va do'lga, ichki ishlar xodimlarimiz. Ulug' niyat, ulug' qadamlar, mehri quyosh, qutlug' qadamlar. Olov yurak netim odamlar, ichki ishlar xodimlarimiz. Omon bo'lsin vatan onajon, xizmatdamiz toki tandajon. Qasamyodga sodiq har qachon ichki ishlar xodimlarimiz. Omon bo'lsin vatan onajon, xizmatdamiz toki tandajon. Qasamyodga sodiq har qachon ichki ishlar xodimlarimiz. Vazifalar yangi va yangi, ichki ishlar xodimlarimiz. Omon bo'lsin vatan onajon, xizmatdamiz toki tandajon. Qasamyodga sodiq har qachon ichki ishlar xodimlarimiz. Omon bo'lsin vatan onajon, xizmatdamiz toki tandajon. Qasamyodga sodiq har qachon ichki ishlar xodimlarimiz. Ichki ishlar xodimlarimiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, agar davlat tayanadigan asosiy ustun qonun bo'lsa, uning kuchini amalda namoyon etadigan eng samarali tizim bu ichki ishlar sohasi desak, ayni haqiqat bo'ladi.